Assalomu alaykum. Hurmatli va qadrli tomoshabinlarim. Bugun men siz bilan hayotiy ahamiyatga molik, ayniqsa pensiya oluvchilar uchun juda dolzarb mavzuni muhokama qilaman. Agar siz nafaqa yoki pensiyangizni bank kartasiga qabul qilsangiz, bu video aynan siz uchun tayyorlangan. Iltimos bir soniyaga to'xtab, kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosing va ushbu videoga like qo'ying. Bu sizga hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Ammo bu muhim ma'lumotning ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi va jiddiy muammolardan qutqarishi mumkin. Chunki bugun biz pensiya oluvchilar uchun kuchga kirayotgan yangi cheklovlar haqida batafsil gaplashamiz. Bu cheklovlar sizning kundalik moliyaviy hayotingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan tinglang. Avval qanday edi va endi nima o'zgarmoqda? Keling, avvalgi holatga bir nazar tashlaylik. So'nggi yillarda mamlakatimizda naqd pulsiz hisob kitoblar tizimi faol rivojlandi. Pensiyalar bank kartalariga o'tkazila boshlandi va ko'plab pensionerlar o'z pensiya pullarini bankomatlardan istagan paytda deyarli hech qanday cheklovlarsiz naqdlashtirib olishga odatlangan edilar. Aslini olganda, siz pulni kartangizga olgach, u sizning mulkingizga aylanar va uni qanday sarflash, qancha naqdlashtirish, kimga o'tkazish kabi masalalarda nisbatan erkinlik mavjud edi. Ba'zi pensionerlar kartalarini oila a'zolariga berib, ularning kundalik ehtiyojlariga sarflash uchun foydalanishga ruxsat berishardi. Boshqalar esa, masalan, qishloq joylarda yashovchilar bankomatlar yetarli bo'lmagani sababli butun pensiyalarini bir martada naqdlashtirib, keyin xaridlar qilishardi. Tizim bu borada ancha moslashuvchan edi. Garchi ba'zi nazorat mexanizmlari mavjud bo'lsa-da, ular jiddiy cheklovlar ko'rinishida namoyon bo'lmasdi. Ammo hozir vaziyat o'zgarmoqda. Davlatimiz pensiya tizimida shaffoflikni oshirish, firibgarlik holatlarining oldini olish va pensiya mablag'larining maqsadli ishlatilishini ta'minlash maqsadida yangi qoidalar va cheklovlarni joriy etmoqda. Bu o'zgarishlar avvalo pensiya mablag'larining noqonuniy aylanishiga chek qo'yish, pensiya pulining haqiqiy egasiga to'liq yetib borishini kafolatlash va shu bilan birga fuqarolarning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Bu shuni anglatadiki, sizning bank kartangizdagi pensiya puliga bo'lgan munosabat endi biroz boshqacharoq bo'ladi. Ba'zi amallar cheklanishi yoki qo'shimcha tasdiqlash talab etilishi mumkin. Bu o'zgarishlar birdaniga yoki bosqichma-bosqich amalga oshirilishi mumkin. Lekin ularni bilish va ularga tayyor turish juda muhimdir. To'liq tushunishingiz uchun keling, yangi qoidalarni batafsil ko'rib chiqaylik. Kim tashvishlanishi kerak va kim uchun bu cheklovlar jiddiy muammo tug'dirmasligi mumkin? Birinchi navbatda shuni bilishingiz kerakki, bu cheklovlar asosan pensiya mablag'larining xavfsizligi va maqsadli ishlatilishini ta'minlashga qaratilgan. Bu sizning har bir harakatingizni kuzatish emas, balki g'ayritabiiy yoki shubhali deb topilgan operatsiyalarni nazorat qilishdir. Kimlar tashvishlanishi kerak? Agar siz quyidagi toifaga kiruvchi pensionerlardan bo'lsangiz, bu yangi cheklovlarga alohida e'tibor berishingiz shart. Bir asterisk, doimiy ravishda katta miqdordagi naqd pul yechib oluvchilar. Tasavvur qiling. Oybek bobo har oy 1.500.000 so'm pensiya oladi. U har doim bu pulning hammasini bankomatdan naqd qilib olib, keyin bozorga boradi, kommunal to'lovlarni to'laydi va qolganini o'z ehtiyojlariga ishlatadi. Endi unga bu miqdorni bir martada naqdlashtirish bo'yicha cheklovlar qo'yilishi mumkin. Masalan, banklar bir oyda kartadan naqdlashtirishi mumkin bo'lgan maksimal summani 1000 so'm qilib belgilashi mumkin. Bu holda Oybek bobo qolgan 500.000 so'mni qanday ishlatish haqida bosh qotirish kerak bo'ladi. U masalan, do'konlarda terminallar orqali to'lash, kommunal xizmatlar uchun mobil ilovalar orqali to'lash yoki bankda shaxsan murojaat qilib, qo'shimcha hujjatlar asosida naqdlashtirish yo'llarini izlash kerak bo'ladi. Bu uning uchun yangi noqulay vaziyatni keltirib chiqaradi. Astash o'z pensiya kartasidan muntazam ravishda boshqa shaxslarning kartalariga katta miqdorda pul o'tkazuvchilar. Misol uchun, Dilbar ona pensiyasini olgach, uni to'liq miqdorda qizining kartasiga o'tkazib berardi. Chunki qizi uning barcha xaridlarini qilib berardi. Endi bunday muntazam va katta o'tkazmalar tizim tomonidan shubhali deb topilishi mumkin. Sababi oddiy. Pensiya mablag'lari shaxsiy foydalanish uchun mo'ljallangan va ularni uchinchi shaxslarning shaxsiy hisoblariga o'tkazish pensiya tizimining maqsadiga zid deb hisoblanishi mumkin. Bank sizdan bunday o'tkazmaning maqsadini aniqlashni so'rashi yoki hatto uni vaqtincha bloklab qo'yishi mumkin.
300 chet elda yashab turib O'zbekistondagi pensiya kartasiga nafaqa oluvchilar. Ahmad aka Rossiyada ishlaydi va yashaydi, lekin O'zbekistonda unga pensiya hisoblangan. U pensiya kartasini O'zbekistonda qarindoshiga qoldirgan va u har oy pensiyani naqdlashtirib, noqonuniy yo'llar bilan Ahmad akaga jo'natib turadi. Bunday holatlar endi qattiq nazoratga olinadi. Pensiyani faqat uning egasining shaxsan o'zi yoki qonuniy vakili shonishnoma asosida olishi kerak. Agar Ahmad aka chet elda bo'lsa, uning pensiyasi to'lovlari vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Toki u O'zbekistonga qaytib, shaxsan o'z hayotdaligini tasdiqlamaguncha. Bu holatda Ahmad akaga pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'zining jismoniy mavjudligini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, elchixonadan olingan ma'lumotnoma taqdim etish talab qilinishi mumkin. 4. Astirish bir vaqtning o'zida bir nechta banklarda bir nechta pensiya kartalari yoki hisob varaqlari bo'lganlar. Bunday holat firibgarlik xavfini oshiradi va mablag'larning tarqoqligiga olib kelishi mumkin. Tizim sizdan ushbu hisoblarning maqsadini tushuntirishni so'rashi yoki ma'lum bir hisobni yopishni tavsiya qilishi mumkin. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar siz quyidagi toifaga kiruvchi pensionerlardan bo'lsangiz, bu o'zgarishlar sizning kundalik hayotingizga jiddiy ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Bir pensiyani muntazam ravishda kundalik ehtiyojlaringiz uchun ishlatadiganlar. Gulnora opa oyga 200 ming so'm pensiya oladi. U bu pulni asosan oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmonlar sotib olish uchun do'konlarda, terminallar orqali to'laydi. Ba'zan kichik miqdorda naqd pul yechib oladi. Bunday oddiy va maqsadli harakatlar uchun hech qanday cheklovlar bo'lmasligi kerak. Sizning xaridiy odatlaringiz oddiy va pensiyaning asosiy maqsadiga mos kelgan bo'lsa, hech qanday muammoga duch kelmaysiz. 2. Asosiy mobil ilovalar orqali kommunal to'lovlarni amalga oshiruvchilar. Hozirgi kunda ko'plab pensionerlar uyali aloqa ilovalari orqali gaz, svet, suv, uy-joy, kommunal xo'jalik uchun to'lovlarni amalga oshirmoqdalar. Bu usul naqd pulsiz hisob-kitob bo'lib, juda samarali va nazorat uchun maqbuldir. Shuning uchun bunday to'lovlar ham cheklovlarga duch kelmaydi. 3. Astarish kartalardan faqat shaxsiy ehtiyojlar uchun foydalanuvchilar. Agar siz pensiya kartangizni boshqa shaxslar bilan bo'lishmasangiz, PIN kodingizni sir saqlasangiz va pulni faqat o'zingizning xarid va to'lovlar uchun ishlatsangiz, yangi qoidalar sizga hech qanday noqulaylik tug'dirmaydi. Bu yangi qoidalar asosan moliyaviy tartib intizomni kuchaytirishga va pensiya mablag'larining xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, vijdonli pensionerlarning huquqlarini cheklashni emas, aksincha, ularni himoya qilishni maqsad qilgan. Yangi qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar har qanday qoida tizimida bo'lgani kabi pensiya tizimida ham istisnolar mavjud bo'lishi mumkin. Bu yangi cheklovlar ham ba'zi holatlarni hisobga olishi mumkin, ammo siz ularni bilishingiz shart. Istisnolar: 1. Nogironlik pensiyalar va maxsus nafaqalar. Ba'zi turdagi pensiyalar, masalan, og'ir nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan pensiyalar yoki maxsus ijtimoiy nafaqalar standart pensiya to'lovlaridan farqli ravishda ko'rib chiqilishi mumkin. Bu pensionerlar doimiy parvarishga muhtoj bo'lishi va ularning ishonchli vakillari orqali mablag'larni boshqarishi zarur bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda pensiya jamg'armasi yoki banklar maxsus tartib-qoidalar ishlab chiqishi mumkin. Masalan, ishonchli vakilga rasmiy ishonchnoma asosida pulni boshqarishga ruxsat berish. 2. Astirish favqulodda vaziyatlar. Hayotda kutilmagan vaziyatlar, masalan, shoshilinch tibbiy muolaja, yaqin qarindoshning dafn marosimi kabi holatlar yuzaga kelishi mumkin. Bunda katta miqdorda naqd pul zarur bo'ladi. Agar sizda bunday ehtiyoj tug'ilsa va belgilangan naqd pul yechish limiti yetarli bo'lmasa, bankka murojaat qilib, vaziyatni tushuntirish va tegishli tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, kasallik tarixi, shifokor xulosasi taqdim etish orqali qo'shimcha naqd pul yechib olishga ruxsat olish imkoniyati mavjud bo'lishi kerak. Bu kabi holatlar har doim individual tarzda ko'rib chiqiladi. 3. Naqdsiz infratuzilma yomon rivojlangan chekka hududlar. Astish mamlakatimizning ba'zi olis qishloq joylarida bankomatlar yoki POS terminallar yetarli darajada rivojlanmagan bo'lishi mumkin. Bunday hududlarda yashovchi pensionerlar uchun naqd pul yechish imkoniyatini ta'minlash muhim. Bu holatda pensiya jamg'armasi va banklar mahalliy hokimiyat bilan hamkorlikda alternativ yechimlar, masalan, sayyor kassalar yoki pochta orqali naqd pul yetkazib berish kabi xizmatlarni taklif qilishi mumkin. Bu masalada hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish kerak. Qaltis jihatlar va noaniq nuanslar
bir axborot yetishmovchiligi. Astirish eng katta qaltishat bu sizning ushbu yangi qoidalar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasligingizdir. Yangi cheklovlar haqidagi ma'lumotlar yetarli darajada ochiq e'lon qilinmagan yoki siz ularni e'tiborsiz qoldirgan bo'lishingiz mumkin. Natijada kartangiz bloklanishi yoki tranzaksiyalaringiz rad etilishi mumkin. Shuning uchun banklardan, pensiya jamg'armasidan va ishonchli axborot manbalaridan doimiy ravishda ma'lumot olib turish muhimdir. 2. PIN kod va karta ma'lumotlarini bo'lishish. Oilangizdagi eng ishonchli kishiga ham, masalan, farzandingizga yoki nabirangizga PIN kodingizni yoki kartangizni berish endi jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Yangi qoidalar pensiyani oluvchi shaxsning shaxsan o'zi foydalanishini talab qilishi mumkin. Agar karta boshqa shaxs tomonidan ishlatilganligi aniqlansa, bank xavfsizlik maqsadida kartani bloklashi mumkin. Bu esa sizni pensiya pulingizdan vaqtincha mahrum qiladi. O'chir. Asqish bank va pensiya jamg'armasidan keladigan bildirishnomalarga e'tiborsizlik. Banklar yoki pensiya jamg'armasi sizga SMS xabarlar, pochta orqali yoki telefon orqali muhim bildirishnomalar yuborishi mumkin. Bu sizning kartangiz faolligi, shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilash yoki shubhali tranzaksiyalar haqida bo'lishi mumkin. Ularga e'tibor bermaslik keyinchalik jiddiy muammolarga, jumladan pensiya to'lovlarining to'xtatilishiga sabab bo'lishi mumkin. 4. Yangi pensiya qoidalari niqob ostidagi firibgarlik. Firibgarlar doim shunday yangi o'zgarishlardan foydalanishga harakat qilishadi. Ular sizga qo'ng'iroq qilib, o'zlarini bank yoki pensiya jamg'armasi xodimi deb tanishtirib, yangi cheklovlar sababli kartangiz bloklandi. Uni ochish uchun PIN kodingizni ayting kabi gaplar bilan sizni chalg'itishga urinishi mumkin. Esingizda bo'lsin, bank yoki pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan hech qachon PIN kod, karta raqamining orqa tomonidagi 3 xonali kod, SHVV yoki SMS orqali keladigan kodni so'ramaydilar. Bunday qo'ng'iroqlarga ishonmang. 5. Tranzaksiyalarning maqsadliligi va manbasi. Tizim sizning kartangizdan amalga oshirilayotgan tranzaksiyalarning turiga va chastotasiga e'tibor berishi mumkin. Agar siz doimiy ravishda faqat oziq-ovqat do'konlari va dorixonalarda to'lovlarni amalga oshirsangiz, bu normal holat. Ammo agar birdaniga kutilmagan g'ayritabiiy katta miqdorda pul o'tkazmalar yoki xaridlar boshlansa, masalan, qimmatbaho buyumlar yoki xizmatlar uchun to'lovlar amalga oshirilsa, bank bu tranzaksiyalarni tahlil qilish va sizdan ularning maqsadini tushuntirishni so'rashi mumkin. Pensiya oluvchilar o'z moliyaviy faoliyatlarini yanada shaffof va qoidalarga muvofiq olib borishlari lozim. Bu nafaqat davlat uchun, balki sizning o'zingizning moliyaviy xavfsizligingiz uchun ham muhimdir. Amaliy maslahatlar: nima qilish kerak va qanday yo'l tutish lozim? Yangi cheklovlar sharoitida o'zingizni noqulay vaziyatlardan himoya qilish va pensiya pulingizni hech qanday muammosiz olishda davom etish uchun quyidagi amaliy qadamlarni bajarishingizni tavsiya qilaman. Endi Ashq bankka murojaat qiling. Aslish qayerga borish kerak? Sizning pensiya kartangizni chiqargan bankning eng yaqin filialiga yoki aloqa markaziga qo'ng'iroq qiling. Nima so'rash kerak? Yangi cheklovlar haqida to'liq ma'lumot so'rang. Xususan, bir oyda naqdlashtirish mumkin bo'lgan maksimal summa, boshqa kartalarga o'tkazmalar bo'yicha cheklovlar, kartaning faolligini saqlash uchun qandaydir yangi talablar bormi, yo'qmi, shuni aniqlang. Hujjatlar. Ustoz, pasportingiz va pensiya kartangizni o'zingiz bilan olib boring. Ba'zida sizdan shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjatlar ham so'ralishi mumkin. 2. Pensiya jamg'armasiga tashrif buyuringiz. Qayerga borish kerak? Astrosk yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Astrosk nima so'rash kerak? Pensiya to'lovlariga oid barcha yangi qoidalar, xususan pensiyaning to'xtatilishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar. Chet elda yashayotganlar uchun pensiya olish tartibi va hayotdalikni tasdiqlash jarayonlari haqida ma'lumot oling. Astrosk hujjatlar: pasportingizni, pensiya guvohnomangizni olib boring. Agar sizga biron bir muammo bo'yicha aniq maslahat kerak bo'lsa, mavjud muammoni tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, masalan, bankdan olingan ma'lumotnoma ham kerak bo'lishi mumkin. Aloqa ma'lumotlaringizni yangilang, ham bankda, ham pensiya jamg'armasida sizning telefon raqamingiz, yashash manzilingiz va boshqa aloqa ma'lumotlaringiz to'liq va to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Bu muhim bildirishnomalarni o'z vaqtida olishingizni ta'minlaydi. Agar manzilingiz o'zgargan bo'lsa, darhol shu haqda xabar bering. Asash karta xavfsizligiga rioya qiling. Hech qachon PIN kodingizni, karta raqamingizning orqa tomonidagi
3 xonali kodni shivi yoki telefoningizga keladigan bir martalik kodlarni hech kimga, hatto o'zingizni bank yoki pensiya jamg'armasi xodimi deb tanishtirgan shaxslarga ham aytmang. Banklar va rasmiy tashkilotlar bunday ma'lumotlarni hech qachon so'ramaydilar. Kartangizni begonalar qo'lga bermang va uni doimo o'zingiz bilan olib yuring. Agar oila a'zoyingiz sizga yordam berishni istasangiz, uni o'zingiz bilan olib borib, pulni o'zingiz naqdlashtiring yoki to'lovlarni o'zingiz amalga oshiring. 5. Naqdsiz to'lov usullaridan foydalanishni o'rganing. Agar naqd pul yechish bo'yicha cheklovlar kiritilgan bo'lsa, kommunal to'lovlarni, do'konlardagi xaridlarni mobil ilovalar, internet banking yoki POS terminallar orqali amalga oshirishni o'rganing. Bu usullar nafaqat qulay, balki xavfsiz hamdir. Ko'pgina banklar pensionerlar uchun mobil ilovalardan foydalanishni o'rgatish bo'yicha bepul kurslar yoki maslahatlar taklif qiladi. 6. Ishonchnoma rasmiylashtirish zarurat tug'ilsa. Agar siz jismoniy jihatdan bankka borishga yoki to'lovlarni o'zingiz amalga oshirishga qiynalsangiz, ishonchli oila a'zongizga yuridik jihatdan rasmiylashtirilgan ishonchnoma berishni ko'rib chiqing. Bu notarius tomonidan tasdiqlangan hujjat bo'lishi kerak va unda qanday amallarni bajarishga ruxsat berilgani aniq ko'rsatilgan bo'lishi lozim. Masalan, pensiya pulini naqdlashtirish, to'lovlarni amalga oshirish. Har bir bankning ishonchnomaga nisbatan o'z talablari bo'lishi mumkin. Shuning uchun avval bankka murojaat qiling. 7. Maqsadli so'rovnoma yozish agar kerak bo'lsa. Agar sizda pensiya pulidan foydalanish bilan bog'liq maxsus vaziyatlar bo'lsa, masalan, nogiron oila a'zosiga g'amxo'rlik qilish uchun katta miqdorda naqd pul kerak bo'lsa, bank yoki pensiya jamg'armasiga yozma murojaat so'rovnoma bilan chiqing. Unda vaziyatni batafsil tushuntiring va tegishli hujjatlarni, masalan, nogironlik guvohnomasi, shifokor xulosasi ilova qiling. Bu sizning vaziyatingizni individual tarzda ko'rib chiqishga yordam beradi. Bu qadamlar sizga yangi cheklovlar sharoitida o'zingizni himoya qilishga va moliyaviy muammolardan xoli bo'lishga yordam beradi. Esda tuting, faqatgina ma'lumotga ega bo'lgan va tayyor turgan odamgina o'z huquqlarini to'liq himoya qila oladi. Xulosa qilib aytganda, aziz tomoshabinlarim, pensiya tizimidagi yangi cheklovlar birinchi navbatda moliyaviy intizomni kuchaytirish, firibgarlikning oldini olish va sizning pensiya mablag'laringizni yanada ishonchli himoya qilishga qaratilgan. Bu o'zgarishlarga tayyor turish va barcha qoidalarni bilish sizning moliyaviy xavfsizligingiz uchun juda muhimdir. Men bu videoda sizga eng muhim ma'lumotlarni yetkazishga harakat qildim. Umid qilamanki, u siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Har bir fikr biz uchun qimmatlidir. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Toki biz bunday muhim ma'lumotlarni sizga yetkazishda davom etaylik. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha